Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an'ı tushunishning oddiy usuli birinchi bilim, ikkinchi dars. Bu darsimizga qatnashganligingizdan xursandmiz. Alloh subhanahu va taoladan hammamizga manfaatlik ilm ato qilishini tilaymiz. Amin. Bu darsligimizda Qur'oni Kerim'den Sure Fatiha'nın 1. ayetinden 3. ayetlergacha grammatiki qismida muslim, mu'min, mushrik, kafir qatorliq ham so'zlarning Qur'oni Kerim'de taxminan 1200 qitimdek takrorlanadigan 14 yeni ham so'zni o'rganamiz inshaalloh. Biz ikkinchi darsni tamomlaganda Qur'oni Kerim'de taxminan 8600 qitimdan ko'p uchraydigan 27 ham so'zni o'rganib olamiz inshaalloh. Albatta har birimiz biz o'zimizga berilgan 7 topshiriqni unutib qolmasligimiz kerak inshaalloh. Ya'ni bu 7 topshiriq 2 qiroatdan 2, ya'ni yodg'a ham mushafdan kam bo'lganda 5 minutdan. O'rganish to'g'risida 2 topshiriq, ya'ni kitobdan ham so'z yanchiqlig'idan o'rganish. Dars to'g'riliq o'zaro so'rashish, ya'ni paranglashish hamrohlarimiz, do'stlarimiz, balavoqa oiladagilar bilan. Namozda o'xshamagan so'rlarni, ya'ni so'rlarni almashtirib o'qish. Oxirida o'zimizning Qur'onni o'rganishga tanlanganligimizga Alloh subhanahu va taologa shukr etish bilan birga hargizmi bundan voz kechish orqali Alloh subhanahu va taoloning bu tanlashini rad qilmasligimiz, ham o'zimizga duo qilishimiz, ham savoqdoshlarimizga, boshqa musulmonlarning Qur'on o'rganish kursidagi musulmonlarga duo qilishni unutib qolmasligimiz kerak. Endi Sure Fatiha'ni boshlaylik inshaalloh. Oldi bilan tanishtirish. Sure Fatiha Qur'ondagi tunji qitim to'liq nozil bo'lgan sura. Bu sure favqulodda muhim bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo bizni bu surani kunda, har kuni, har vaqt namozda, har bir rakatda o'qishga buyurgan. Sure Fatiha'dagi so'zliklar bilan Tavuz, ya'ni panoh tilash duosidagi so'zliklar, ya'ni A'udhu billahi mineşşeytanirracimdagi so'zliklar Qur'oni Kerim'de taxminan 9000 qitim uchraydi. Subhanalloh. 9000 qitim, ya'ni 9000 qitim deganlik biz o'tgangi darsliklarimizda zamonimizda besilayotgan Qur'oni Kerimning eng o'rtaq qismininki bet soni 600 bet deb o'rgandik. Her betki kursani 15 bulup cemi 600'ni 15 köpeytkende 9000 kur gelip çıkıdı. Subhanallah. Biz 10 minutga yetmege vaqtning ichida bütün mezhebniki her bir kuruda birden ham söz keladigan darajadagidek sözlikni o'rganib olaymiz inshaalloh. Bu nima degan o'ng'ay ha? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allim, yani yuqoridagi sansipirlarni o'zaro o'rgating. Endi Sure Fatiha keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismi ismi bilan Allah Ar-Rahman, en şefkatlik, Ar-Rahim, en mehribon. Bu ayet besmele deb atıldı. Bismi bi isim iki sözden terkip takkan bulup bi bilen ismi bismi ismi bilen ismi birlik asma isimler köplük. Kur'an'da 40 qitimga yaqin takrorlanib keldi. İsim asma Allah'ın en güzel isimleri, yani Esma'ul Husna. Bismillah'ın manisi, men her işimni, yani hamma işimni Allah'ın ismi bilan boshlayman deganlik bo'ladi. Yani o'qishni, yezishni
ve başka işlerinin hemmisini Allah'ın ismi bilen başlayman deganlik bo'ladi. Ar-Rahman, en şefkatlik. Bu tipdeki sözler güçlendirilgen ma'noni ifodalaydi. Ya'ni g'adban deganga qarasak, favqulodda ochiqlangan, qattiq ochiqlangan, ya'ni ochiqlanganlikdan yerilib ketay degandek ma'noni bildirdi. Ar-Rahman deganning ma'nosi haddidan ziyoda ko'yinguchi, eng shafqatlik degan ma'noni bildirdi. Ar-Rahim, Ar-Rahim deganlik eng mehribon. Bu tipdeki sözler davomiylik, ya'ni uzluksizlikni ifodalaydi. Jamil, ya'ni chiroyli, go'zal degan hamso'zni ilib aytsak, tunigillam texi güzel yoki chiroyli bo'lmagan birsini bugun chiroyli deyalamdiq. Karim deganni misol olsak, güzel xuluqliq. Tunigillam texi qalaymaqan meynat gaplarni qilib yurgan odamni bugun güzel xuluqliq, ya'ni karim deyolmaymiz albatta. Shu hamso'z ma'nosidan ilib aytganda jamil, karim bo'lish uchun u izchil turda zodilam go'zallikdan ayrılıp bakmagan, güzel xuluqdan ayrılıp bakmagan, izchil, güzel axloq, güzel xuluq, güzel chiroy bilan kelganni jamil, karim deb atag'animizdek, Allah subhanahu va taolaning Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatining ma'nolari davomli ko'yinguchi, izchil turda mehribonlik qilg'uchi degan bo'lib, Ar-Rahman, Ar-Rahim birlashib kelgan vaqtida nihayeti şefkatlik ve nihayeti mehribon bo'lib kelmasdan bu güçlendirilgen ma'noning davomliq, ya'ni izchil turda davomlash orqali texmo gavdlantirilishini ko'rsatdi. Ya'ni eng shafqatlik, eng mehribon bo'lib, ikkisining ma'nosining qo'shilib texmo güçlendirilgen, gavdlangan holatining davomlashib keladiganligini ko'rsatdi. Her vaqt yodimizda tutayli, yuqorida o'rgangan mazmunlarni har vaqt qanday qilganda biz hayotiy turmushimizga, kundalik hayot turmushimizga sala olamiz, buni har vaqt yodimizda tutishimiz kerak. Ya'ni buni o'rgangandan keyin buningdan his qilganlarimizni ko'z oldimizga keltirib, Alloh subhanahu va taoladan bizga shu ma'noni o'zimizga singdirib amal qilishimizni, yordam qilishini so'rab, hem özümüzden bu cihette qanchalik amal qiladigan, qilolmaganligimizni, neydi kemchilik qilganligimizni baholab ko'rib, hem buningdan keyin izchil turda Alloh subhanahu va taolani rozi qilish uchun mush ma'nolarni kunlik turmushimizga selishga plan tuzib, hem boshqalarga yetkazishga har vaqt yodimizda tutishimiz kerak inshaalloh. Endi biz bu darslikdan nimalarni o'rganganligimizga qarab baqili. Oldi bilan biz her qanday ishlarni qilishdan burun, ya'ni tamoq yeyish, uxlash, o'qish, yezish, kompyuter ishlatish, telefonlarni echish, uchur yozish va tahorat ilish qatorliq ishlarimizning hammasini qilishdan burun bismillah deyishimiz kerak. Mana bu biz sura Fatihani o'rganish jarayonida yetildirmoqchi bo'lgan 12 odatning birinchi odatlanmoqchi bo'lgan narsamiz bexatarlikka erishish, ya'ni a'udhu billahi mineşşeytanirracim bilan boshlash. Ikkinchi bo'lib yetildirmoqchi bo'lgan xarakterimiz her ishni qilishdan burun mayli gap boshlash, suv ichish, tamoq yeyish, tahorat ilish, xat yozish, har qanday ishlarda bo'lsin, bismillah deyish odatini yetildirishimiz. Shundaqla Rahman bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning siz bilan har vaqt birga ekanligi qarta cho'nqur umid va kuchlik ishonchda bo'ling. U sizga cho'qim yordam qiladi. Biz Alloh subhanahu va taolaning sifatlari haqida qancha ko'p tafakkur qilsak va uningga qancha cho'nqur ishonsak, bismillah deyishning kuchi va ta'sirini shuncha ro'shan his qila olamiz. Ar-Rahmanning ma'nosi eng shafqatlik degan bo'ladi. Ar-Rahimning ma'nosi
ya'ni uzluksiz, eng mehribon deganlik bo'ladi. Allah hem Er-Rahman hem Er-Rahimdir. O bizni o'zining g'oyat zo'r va uzluksiz rahim shafqati bilan qo'g'dab turdi. Xo'shallanganingizda Allohni unutib qolmang. Mushkulatga duch kelganda Allah subhanahu va taolaning rahim shafqatiga qat'iy ishonch qiling. Umidvor bo'ling va Rabbim menga har vaqt katta fazl ihsonni ato qiladi. Bu mushkulat cho'qim yaxshilik bor degan qarashda bo'ling. 3-odat, Allohning rahim shafqatiga qat'iy ishonch qiling. Chunki u Ar-Rahman va Ar-Rahimdir. U bizga ko'ynidi va butun hojatlarimizni sevgi va mehr bilan ravo qilib berdi. U bizni yaratdi va bizga ko'z, quloq, qo'l, putlarni ato qildi. Shundaqla u yana bizga ota-ona urug' tuqqan va do'st birodarlarni ato qilish orqali marhamat qildi. U bizning ozod yashashimiz uchun barliq ishlarni mukammal o'rinlashtirib berdi. Allohning rahim shafqatiga qat'iy ishonch qilishning turmush xotirjamlik, xushallik, muvaffaqiyat, sog'lomlik, ko'ngil oromligi, rozimanlikka erishish va boshqalar bilan bo'lgan munosabatning yaxshilanishi degandek nurg'un foydalar bor. Bu g'arbdagi atalmish ijobiy tafakkur uqumidan million asli yaxshidir. Endi bu so'zliklarni azroq mashq qilaylik. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Barliq hamd sana alimlarning Rabbi Allah uchundir. Elhamdu barliq hamd sana el hamdudan tarkib topgan bo'lib, el bu barcha, ya'ni bu yerdagi ma'nosi barliq, hamma, barcha. Hamd ikki xil ma'nodan tarkib topgan bo'lib, birinchisi madhiya, ikkinchisi tashakkur. Bu xuddi biz assalomu alaykum deganimizda salom sizlarga bo'lsin degandiki, assalamdiki el bu yerda bu emas, barliq amonlik, tinchlik, xotirjamlik sizlar uchun bo'lsin. Ya'ni men birsiga assalomu alaykum degan vaqtimda onunğa birli narsaning yoki bu salomningla emas, sizning turmushingizga xotirjamlik bo'lsin, sizning o'rganishingizga utuqlik bo'lsin, hayotingiz islom bilan bo'lsin, qatorliq shu hamma sohalarga aytilgan el bo'lib kelganlik uchun bu yerdagi alhamdulillahdagi elmu barliq, ya'ni barcha, madhiya, tashakkur yoki hamd sana degan ma'nolarda keladi. Lillahi, lillahi, li uchun, g'a, Allah, Allah, ya'ni Allah uchun, ya'ni barcha hamd sana Allah uchun. Rabb, Rabb deganni nurg'un tillarda tarjim qilingan bo'ldi. Ya'ni ingliz tilida Lord deb tarjim qilindi. Nurg'un tillarda xato tarjim qilindi. Masalan, Xudo, Tangri degandek. Bularninki kelib chiqishga qarasak-chi desizlar, aslida to'g'ri tarjimasi emas. Ular mayli Lord desin, mayli Xudo desin, mayli Tangri desin, ularninki Rabblik sifatga tankilalash ehtimoli asosiyatdan yo'q. Shuning uchun tarjimasini ishlatgan vaqtida eng yaxshi ishlatilish usuli Rabb o'zini qo'llanish kerak. Vallohu alam. Rabbning ma'nosi kelsak, bizga ko'ngil bo'ladigan, bizni parvish qiladigan, bizni ta'minlaydigan, bizning hojitimizdan chiqadigan qatorliq nurg'un ma'nolar bor bo'lib, Allohning ismini chaqirish, Allohning ismi bilan gap qilish, Allohning ismi bilan tavakkul qilishning o'zi ibodat bo'lganidek, biz Allah subhanahu va taolaga qarta Allah subhanahu va taolaning ismlarini ishlatganda, masalan, inshaalloh degan so'zni ishlatganda,
ko'pincha hollarda urf odatlarimizda Xudoyim buyursa deb ishlatib ko'ngan. Ham bu yerda biz mushu inshaalloh bilan Xudoyim buyursa degan so'zni o'zaro kirishtirib buni ishlatib olsak, inshaalloh deyishimizning o'zi Allohdan bir ishning bo'lishini umid kutib tavakkul qilganlik, ya'ni ibodat bo'ladi. Tavakkulning o'zi ibodat. Endi mushu so'zdagi inshaalloh degandiki inshaalloh, Alloh xolisa, Alloh buyursa, Alloh nasib aylasa. Agar Alloh nasib aylasa. Endi Uyg'urchasiga kelganda Xudoyim buyursa. Mushu inshaallohni Allohning yana bir sifatiga solib baqsaq, Rahman, Rahim, Robb. İnsha Rahman desek bo'lamdi. Masalan, bir kishi uningga haq yetkazilgandan keyin islomga kirib, musulmon bo'lish uchun ashhadu an la ilaha illa Rahman desa yoki ashhadu an la ilaha illa Rahim desa yoki u xolisa ashhadu an la ilaha illa Robb desin, bu hargiz hech qaysimiz mayli dinni bilayli bilmayli uning to'g'ri demaganligini e'tirof qilamiz. Bu yerda cho'qim u to'g'ri islomga kirib haqiqiy musulmon bo'lish uchun ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh deyish kerak. Endi hozir turmushimizdagi Xudoyim buyursa deganni solsak, urf odatimizdagi. Bu yerdagi Xudoyim degan Allohning tarjimasi emas. Ba'zanlar o'zlari tarjima qilib olib yoki o'zlari isbot qilib olgandek, bu ingliz tilidagi God yoki Rob deganning tarjimasi deyishkiniga solsak, bo'pti. Talishqanning o'rniga bularning shu qo'ygan isbotini ekilib, bu Rob deganning tarjimasi bo'lsin yoki Rahman deganning tarjimasi bo'lsin, albatta emas. Shuni ekilib, bu yerdagi ashhadu an la ilaha illa Rahman yoki illa Robb deganga solsak bo'lmaganidek, u albatta bo'lmaydi. Ham putirab turolmaydi. Shuning bilan birga fi amanillah deganni Allohga omonat deymiz. Bu mu o'xshash fi amani Rahman, fi amani Robb degili bo'lmagandek, qandaqsiga Xudoyimga omonat bo'lsin. Bu zotlar kimning xudosi? Nereden keldi? Bu nimaning tarjimasi? Shunlashqa bu yerdagi mening ta'kidlab qo'ymoqchi bo'lganim tilga yoki urf odatga tushuntirish berib tuzitish kirgizish emas. To'g'ri tushunsak. Mening yetkazmoqchi bo'lganim bu darsimizga munosabatlik, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning ism sifatlaridan Robb degan sifatiga munosabatlik bo'lgan, bizning tilimizda xato ishlatilib kelayotgan Xudo yoki Xudoyim so'zining dinimizda hech qanday asosi yo'qligini, ya'ni bizga bilindirilgan, biz o'rgangan islomik ilmda eng muhim bo'lgani tavhid. Tavhid demak rububiyya, uluhiyya, asma va sifat. Tavhid faqat mushu 3 tur bilan u to'liq vujudga chiqadi. Bu 3 turdagi asma va sifat deganimiz Alloh subhanahu va taolaning ism sifatlarini o'rganib, tushunib, amal qilish deganlik. Biz biladigan Alloh subhanahu va taolaning ism sifatlari hadislarda ta'kidlanganidek, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis va boshqa sahobalardan rivoyat qilingan hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Alloh subhanahu va taolaning bir kam 100, ya'ni 99 ismi var. Kimiki uni yodilasa, u jannatga kiradi degan. Bu yerdagi
ahsoha deganning ma'nisi uni sanayalasa, bilalisa deganlik bo'ladi. Bu yerdagi ahsohaning ma'nisi ügünüp, düşünüp, bilgen, bo'g'inidek. Asosli maqsadga kelsak, Allah subhanahu va taolaning 99 ism sifatlari bizga o'rgatilgan. Endi Uyg'urchadagi agarda mushu biz ibodatda so'zlashimizda Allah subhanahu va taolaga yoki dinimizga bo'lgan so'zni ishlatgan Xudoyim degan so'zni elib aytsak, bu 99 ning to'piga qo'yilsa, 100 bo'lsa, Tangri degan qo'yilsa 101 bo'lsa, vallohu alam yana qanchasi qo'yiladi? Shunlashqa bu ibodat masalasi bo'lgan ekan, buni hargizmi millat masalasi, urf odat masalasiga qo'ymay, o'zimizning shaxsiy ishida Allah subhanahu va taala Rabbimiz bilan o'zimizning o'tirsa qo'yib, to'g'ri tushunsak. Buningda to'g'ri tushunmaydigan hech qanday ish yo'q, talash tortish qildigan. Meningki Allah sizlarning Rabb, sizlarning Xudo, ularning Tangri emas hargiz. Hammamizning ilohi, hammamiz e'tirof qilamiz Allah. Allahning tarjimasi yo'q. Faqat Allahning sifatlari shu Allah subhanahu va taolaning Allah degan ismidan kelib chiqqan xolos. Shunga bu yerdagi Xudo deganni amalning barcha Allohdan ajr kutib, boshqa o'zimizning birodarlarga, do'stlarga, yaronlarga yetkizib, buning xatoligini ishlatmasligimizni, aksicha uning o'rniga eng to'g'ri bo'lgan Allah degan ismni ishlatishni ta'kidlasak, o'zaro bir-birimizga tanishtirsak, musulmon birodarlarimiz, millatimiz mushu xayrlikda, yaxshilikda ittifoqlashsak, inshaalloh hammamiz ittifoq bo'ladi. Ya'ni biz da'vatgan Xudoyim buyursa deganning o'rniga inshaalloh desak, biz deyamaydigan gap emas. Xudoyimga omonat deganning o'rniga fi amanillah yoki Allohga omonat. Tavba qildim Xudoyim yoki tavba qildim Xudoyim deganning o'rniga astag'firulloh. Bu qulay ham o'ng'ayg'u. Biz ham harfni deyalaymiz. Bu tez emasqu. Bu yerdagi qiyinchilik o'zimiz to'g'ri deb qaragan yoki o'zimiz sal qaragan narsada ching turaverish. Faqatla hayotimizni Allohga ibodat qilishda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga talto'kis agishish bilan, o'zimizni isloh qilish bilan Allah subhanahu va taolaning yaxshi ko'rishiga erishalasak, hozirgi ko'z oldimizdagi mushu sinoqlar, mushu fitnalar o'tib ketadi. Buning ishimiz inshaalloh. Allah subhanahu va taolaga umid qilib, tavakkul qilib, uning rahmatiga erishib jannatga kiramiz deydigan plan bilan bo'lgan har qaysi musulmon mu'minlar dinni faqat va faqatla Allah bizga avatgan elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahabalariga, ya'ni salaf solihlarga o'rgatganlari bo'yicha o'rganib, amal qilganlari bo'yicha bo'ysunsak, mana bu to'g'ri haqiqiy islom bo'ldi. İnşallah bu ilm yetkendan keyin meningcha buningga sal qaraydiganlar yo'q bo'lishi mumkin deyman. Allah subhanahu va taolo hammamizni shu salaf solihlarning o'rgangan amal qilganlarini nasib aylagay. Allah subhanahu va taolo hammamizga tavfiq, hidoyat ato qilgay. Barakallohu fikum. Alamin. Alam, dünya, alem demektir. Alamin köplüki bulup alemler. Bu Kur'an-ı Kerim'de 73 qitimdek tekrarlanıp geldi. Oylab bakaylı. Biz yaşayatkan bu alemde milyardlagan adam, trilyonlagan haşaretler ve onun da mı köp alem cisimlerini tasavvur qilib bakaylı.
Mana bu yerdeki Rab, mana şu alemlerinin Rabbi. Yani biz insanlarını la emas, hayvanlarını, cansızlarını, deldereklerini, meyli suyuqluqdaki, yani dengizdeki bolsun, meyli qurgaqlıqdaki, çöllüklerdeki, tağlıqlardaki hayvanlar bolsun, delderekler bolsun, uçar kuşlar, hayvanatlar bolsun, şularning hammasininki iş faaliyetleri, icra qilinish jarayonlarini, amallarını, niyetlerini, o'sishini, qurishini, hatta ölüşini kuzatib, shuni ta'minlab turadigan zot mana bu Rab Allah subhanahu va taolodir. Endi biz yana shu o'rganganlarimizni his qilib, ko'z oldimizga keltirib, Allah subhanahu va taolodan yordam so'rab, o'zimizningki qanchalik qila olgan, qilolmaganligimizni baholab, buningdan keyin texim yaxshi qilishga plan tuzib, boshqalarga taqtayli inshaalloh. Endi o'rganganlarimizni tushunib o'taylik. Alhamduning ikki xil ma'nosi bo'lib, birinchisi hamd sanani, ya'ni Allah'ni chin yurakdan madhiyalashni ko'rsatadi. Yani ey Allah, sizlar eng katta, sizlar eng ulug' yaratquchi, sizlar eng shafqatlik va eng mehribon degandek. Alhamduning ikkinchi xil ma'nosi tashakkur etish, ya'ni Allohning hisobsiz ne'matlari uchun uningga rahmat etish deganlikdir. U sizga amin esenlik, yemak ichmak, namoz o'qish fursati, duo qilish fursati qatorliqlarni ato qildi. Allah subhanahu va taoloning ulug'ligi haqida o'ylaning va uni his qiling. U bizning Rabbimiz. U o'zining sonsizligan maxluqotning holidan xabar oladi va ularning rizqini o'rinlashtirdi. Bizning bu darslikda yetildirmoqchi bo'lgan 4-odatimiz olam va koinot haqidagi bilimingizni mo'llashtiring va koinot haqida ko'p tafakkur qiling. Fen texnika, matematika ve tarih bilimlerini astoydil o'rganish sizga koinotning yaratquchisi ve pervishkor bo'lgan Rabbimizning ne kadar ulug' ekanligini his qildirdi. Neticede siz Allah'ni chin qalbingizdan madhiyalaydigan bo'lasiz. O'ylab ko'ring. Siz qancha qitimlab olamdagi ajoyibotlardan hang-tang bo'lgan vaqtingizda elhamdülillah, yani barcha hamd sana Allah xosdir deyishni unutib qoldingiz. Buni o'ylab ko'ring. 5-odat, har vaqt, har qanday ahvolda, yeb ichganda, uxlaganda, safarga chiqqan vaqtlarimizda, uyg'onganda, mushkul paytlarda Allohning fazliga nail bo'lganda Allohga hamd sana, tashakkur eting. Endi biz birden bu ham so'zlarning ma'nosini mashq qilaylik. Ar-Rahmanir-Rahim. Eng shafqatlik, eng mehribon. Biz endi bu o'rgangan ham so'zlikni his qilganlarimizni ko'z oldimizga keltirib ko'rib boqaylik. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim birovga favqulodda ko'yinish va yaxshi ko'rish degan ma'noni bildirdi. Allah'ның bizge üzlüksüz revişte ne kadar rahim şefkat yağdırdıganlığı qarasak, bununla birle misal berişki to'g'ri kelsa, Allah biz yaşavaqa yer sharini osmon bo'shliqida layligan holatda turg'izdi. Ammo bo'shliqdagi bu planet intayin mazmut bo'lib, biz uningdan hatto qilchilik ta'virnishni his qila olmaymiz. Agar Allah subhanahu wa ta'ala yer sharini mushi şekilde tizginlab to'magan bo'lsa edi, yer tavrab bütün dünya xaroblikqa aylangan bo'ladi. 6-odat, Payg'ambar alayhisolatu vassalam shunday degan: boshqalarga rahim qilmoqchiga rahim qilinmaydi. Buxoriyning hadisi. Bugun mushi soatdan yoki mushi namozdan keyin mushi hadisni anglagan yoki o'qigandan keyin musulmonlarga rahimdil bo'ling. Ularga mehr muhabbat bilan muomala qiling. Ya'ni barliq mu'min musulmonlarga rahimdillik bilan muomala qilish. Bu
biz yetildirmekçi bo'lgan 12 xarakterdeki 6. adet. Yani Allah subhanahu wa ta'alaning rahmetiga erishish uchun barliq musulmonlarga rahimdil bo'lish odatini yetildirish. Elhamdülillah. Bu derslikimizde biz Sure Fatiha'nın 1. ayetinden 3. ayetigacha bo'lgan mazmunlarni panoh tilash duosidagi hamsizliklardan a'udhu panoh tilayman billahi bi Allah Allah bilan min din şeytan ar-racim qo'g'landi qilingan bismi ismi bilan ar-Rahman eng shafqatlik ar-Rahim eng mehribon alhamdu barcha hamd sana Rabbi el-alamin alemlerinin qatorliq ham so'zlarini o'rgandik. Bu ham so'zlar Qur'oni Karimda taxminan 6000 qitimdan ochiq takrorlanib keladi. Bu darsimizning ikkinchi qismi bo'lgan grammatik qismiga kirishdan burun mushu ham so'zliklarni to'g'ri talaffuz qilishni, ma'nosini bilishni mashq qilib kelsak, inshaalloh keyingi qitimliq darsimiz unumli bo'lishga foydasi bo'ldi. Biiznillah. Alhamdulillah. Hozirgacha siz o'rganayotgan bu so'zliklar inglizlarning, markslarning va yoki kimlarning bo'lsin, ularning so'zi bo'lmasdan bizni yaratib, bizni ta'minlab, ham bizni oxirida o'zi xursand bo'ladigan, bizmi mamnun bo'ladigan joyga o'rlashtiradigan ashu Rabbil alamin Allah subhanahu va ta'alaning so'zidir. O'zining kalomini o'rganishga sizlar bilan bizga fursat bergan ashu Rabbimiz Allah subhanahu va ta'alaga hamdi sanoyimizni, shukrimizni aytish uchun ibodatlarimizda, Qur'on, namoz, duolarimizda to'g'ri talaffuz qilish uchun, Qur'ondagi tajvidni o'rganish uchun vaqt ajrating. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.